bir zot o'tgan. Mana shu yaqin asrlarda, mana shu 100 yilning ichida bo'lgan bir voqeani aytay. Bosniyaga boryapti-da, Bosniya degan joy bor-ku. Bosniyaga boryapti-da. O'sha o'zini da'vatida, o'sha joydagi o'zini tadbir ishida yursa, bir janozaga qatnashyapti. Janozaga endi sunnatda borki, janoza o'qisa va uni orqasidan ergashib borib ko'mishgacha borsa, ajri shunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb payg'ambar alayhisolatu vasallamni bizga qiziqtirgan so'zlari bor. So'ngigacha qilay debdilar. Nafaqat janoza o'qiyman, balkim ko'mishgacha ham boraman debdilar. Qirot hasanotlarni topishlik uchun. U Uhud tog'idan katta bo'ladi. Yana janozani o'qib, janozaga qatnashib, oxiri qabrga borib qo'yishlik mana shu Uhud tog'idan yana yuksak darajasi. U zot sharif mana shuni qasd qilib, shu olis ellardaman, Qur'onlar zaif bo'lib qolib, dini zaif bo'lgan ellarda shu bir musulmon ekan, birodarim ekan. Shuni janozasiga qatnashdim, u qabrga ham boray deyapti-da, keyin nima qilyapti? Shu yerlarda ham nomoy amalim yozilib qolsin deya qabrga mehmonligini aytib tushyapti. Qabrga tushsa, qabrga qo'yishligi bilan shunday qabrdan biri mushku ambar hidi keldiki, u inson aytadi, men umrimda xushbo'y hidlarning ichida bunaqasini hidlamaganman. Bildim bu oxirat diyoridan, mana u tuynukdan, qabrdan kelayotgan bu jannat hidlari ekanligini bildim. Chunki o'zgacha bir hid edi. Dafindan keyin xalqdan so'radim, bu kishi kim degan inson? Ha, falonchi. Uyi qayerda? Ana uyi yonetda. Yonimga bir tarjimon olib uyga bordim. Uyga borsam so'radim, bu inson o'zi kim edi? Qanaqa nima deydi, ibodatda edi desam, uni yaxshi bilgan ayoli bor, mana ayoldan so'rang debdi. Ayolidan borib so'rasa, yo'q, bu kishi oddiy bir musulmon. Har doimgi 5 vaqt namozni o'qigan, masjidga borib 5 vaqtda qatnashgan, ro'zasini tutgan, boshqa bir ziyoda amali yo'q. Bir ilmi ham bo'lgan biri emas, oddiy bir musulmon edi desa, haligi da'vatchi odam bilyapti-da, yo'q deyapti. Bu kishi oddiy bir musulmon emas. Bu kishida bir xislatlar bo'lganki, men bugun bu kishini qabrdan jannat hidini hidladim deyapti. U qabrdan kelayotgan mushk ambar dunyomizda yo'q. U jannat hidi edi, jannatdan kelayotgan mushk ambar edi. Allohning o'zini bergan mushk ambar edi. Qaysi bir sirlari bo'lsa ayting, biz ham shu insonga o'xshaylik deya qarang, da'vatchi olim aytayapti. Ayol biroz o'ylanib turyapti-da, buni sababi bunday bo'lishi mumkin, ayting tarjimonga deyapti. Tarjimon o'rtada turibdi. Bizni deyapti, mana shu elimizda, qishlog'imizda, bir qishloqda bo'lyapti voqea. Bittagina mushaf bor deydi, bitta Qur'on bor ekan. Yaxshi e'tibor bering. Bitta Qur'on bor, uni domlamiz deydi. Har kuni navbat bilan bir kuni bu uyda, ana u kuni ana u uyda, mana u mahallada butun qishlog'imiz navbat qilib chiqamiz deydi. O'qish uchun. Yo'q ekanda, Qur'on yo'q ekan, e'tibor bering. Mana u Qur'onlar bizni ertaga shikoyat qilib Alloh taolaga bizdan arz qilmaydi. Qur'oni yo'q bo'lganligi uchun navbatiga Qur'onni bir kundan uyida saqlab o'qirkan. Bugun biznikida Qur'on tunasin, bugun biznikida Qur'on, bugun biz o'qiymiz deya. Qur'on yo'q. Erim bechora deydi, o'qishni bilmasdi deydi. Har galimiz kelganda deydi, sulusul laylil akhir deydi. Kechani oxirgi 3-qismida turib olib tahajjudini o'qirdi. Alloh berguncha o'qirdi-da, keyin deydi, go'zal liboslarni kiyardi deydi. O'ziga mushk ambarlarni yana qanaqadir muattar hidlari bo'lsa, iste'mol qilib separdi deydi. Kalamullohni avvaldan ushlab olardi. U o'qishni bilmaydi, e'tibor bering. Shu barmog'ini, mana ko'rsatkich barmog'ini, mana ust tagi, uchi bilan emas, tagini oyatga qo'yardi deydi. Oyatga qo'yardi, o'qishni bilmaydi-ku. O'zini tilida, boyagi Bosna harsati tilida nima der ekan? Kalamu robbi, 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 kalamu robbi qilar ekan. Robbimning so'zidir, Robbimning so'zidir, Robbimning so'zi, Robbimning so'zi, Robbimning so'zi, Robbimning so'zi deya barmog'ini harflarga yurgizib chiqar ekan. Bilyapsizmi buni? O'qishni bilmaganidan bechora o'qishni bilmaydi. Qaniydi bilsa edi o'qirdi. U bilmaydi. Eng bo'lmaganda men Allohning huzuriga men seni kalomingning harflarini ushlaganman. Mana shu qo'llarim guvoh deyishlik uchun haligi bechora
oyatni boshidan boshlab, Qur'onni avvalidan so'ngigacha qilib deydi, bizdan Qur'on ketgunicha erim deydi qiblaga qarab olib, joy namozi ustida o'tirib, kalam robbi, kalam robbi, kalam robbi, kalam robbi, Robbimning so'zi, Robbimning so'zi, Robbimning so'zi, Robbimning so'zi deya oyatlarning ustiga, harflarning ustiga qo'li bilan, barmog'i bilan yurgizib chiqib, 30 paroni shunaqa silab chiqardi deydi. Bu nima degani azizlar? Bu Qur'on sevgisi degani. Shuning uchun ham qabrga qo'yilar ekan, unga jannatning eshiklari ochilib ketdi. Shuning uchun ham qabrga qo'yilar ekan, jannatning xushbo'y mushku ambarlari haligi ulamoning burniga keldi. Balkim o'sha joydagilar ham oh dermish.